Aziz do'stlar, bugungi o'rganadigan mashqimiz umuman cho'tki mashqlardan biri bo'ladi. Birinchisi, agar dersda siz akkauntimni chiqarmoqchiman desangiz, chiqarib Samsung Smart J701 ok Redmond ok bosasiz, chiqmaydi. Undanda bo'lmaydi. Qaraymiz. Akkauntni olmoqchimiz. Tak olamiz. Yo'q, bo'lmadi. Mana uni yozib qo'ygan bu. Red aqlatcha belgisi. Shuna bossak, okey. Anaga har doimgidek javob qaytib beriladi. Endi esa uni mopelar soni olish yo'q. Menda qo'li hech narsa kelmagan. Halat bor, moppe bor. Hammasidan bor-da bu yerda. Mana video yoqgan bo'lsa, podpiskaga bosib qo'yamiz. Buni ochishning yo'li bor. Tangalar to'plamida kiramiz, ko'ramiz. 25,000 FS kelgan payti ochilar ekan. Shundan kiramiz. Aqlat. Ko'pchilikning ko'p gollariga yotganman, sizlarga 9-0 golini ko'rsataman. Agar o'chirilmagan bo'lsa, yo'q, o'chirib tashlagan ekan. Video yoqgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yamiz, obuna bo'lib qo'yamiz.